Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, vaqt eng adil va lillo keladi. U o'zini hech kimga ortiq berishni xohlamaydi. Bu eng adil bo'lganlik uchunla ishchanlar bilan o'rinlarni farq etishning sinoqtashi bo'lib qolgan. Ishchanlar vaqtni o'zlari uchun yeb bergizalaydi. O'rinlar vaqtni bekor o'tkazib, qerib oxiri armonda qoladi. Kimki mangu tirishchilik ko'rsatib, bo'shashmay ishlasa, vaqtning xo'jayini bo'la oladi. Haqni soat bo'yicha hisoblaydigan odamlar haqni oy bo'yicha hisoblaydigan odamlarga qaraganda vaqtning qiymatini texim cho'nqur his qila oladi. Chunki vaqtni yaxshi idora qilish uchun o'zingizni haqni soat bo'yicha hisoblaydigan odam deb qarashingiz kerak.